Assalamu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yolida izlanish programmamizning 13-chi soniga xush kelibsizlar. Bugun biz Sharq Turkiston sirgin hukumati Prime Minister, Bosh minister Salih Xudofir efendimni bu suhbatimizga taklif qildik. Suhbatimizga xush kelibsiz. Xo'sh bulduk, rahmat. Bugun biz davlatchilik va milliy manfaat degan nuqtada suhbat olib boramiz. Hammamiz bilganimizdek Sharq Turkiston sirgin hukumati bir hukumatning funksiyasini o'tishi kerak. Chunki u bir hukumat. Hukumat bo'lgan ekan, uningda davlatchilikning mukammal nazariya va ideya asosi bo'lishi shart. Uzluksiz yuqoriga dard to'kish, harajat etish bilan mashg'ul tashkilot bizning hukumatimiz bilan o'xshamaydi. U aktivistlar boshqalarning davlatchilik ideyasiga xizmat qildi. Sharq Turkiston sirgin hukumati Sharq Turkistonning davlatchilik ideyasiga xizmat qiladi. Albatta, bu bizning negizlik milliy manfaatimizni asos qiladi. Bugungi bu hukumatimiz kelgusi hukumatimizning o'rniga bo'lishi kerak. Chunki har qanday yo'l u ma'nodan keyin haqiqiy yo'l bo'ladi. Xo'sh. Salih Xudofir efendim, siz Sharq Turkiston sirgin hukumatiga bosh ministr bo'lgandan keyin nurg'un bayonotlar berdingiz. Buningda Sharq Turkiston xalqining manfaatini yadro qilib, davlatchilik hukumini gavdandirdingiz. Xo'sh, davlatchilik degan hukumga bir izoh berib, tushuntirib bersangiz. Rahmat, suolunuz bunaydı. Murakkab yaxshi savol bo'ldi. Hamda davlatchilikni press-jihatdan davlatchilik degan, ya'ni siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy kontrollikninki asasını devletke astığı koyaş. Yani devletninki hükümranlığı koyaş. Şu üzümüzdeki şahsi menfaatlerimizden, yaki şahsi fikirlerimizden, yaki şahsi erkelikimizden kayırıp koyup, bu umumi milletninki paravarlık için kitadigan şu siyasi, iqtisadi ve sosyal kontrollikini, ijtimoiy kontrollikini devletning ostiga, yani devletga berishlar. Yana birisi bu şu devletchilik degan egilik huquq masalasi. Yani egilik huquqni bir devletning egilik huquqini qo'llash ve uni himoya qilish, shu egilik huquqini asosida harakat qilish. Bir davlatninki asosi nimasi? Davlatchilikda eng birinchi turadigan narsa shu davlatninki parovarligini, baxtsizligini, aman esenligini va mavjudligini hamma narsadan ustun tutish. Mesela bizning masalamizda bir davlatsiz, yani her qanday yerda bir davlatsiz bir millet o'zininki baxt saodatligini, aman esenligini va mavjudligini uzun muddatlik saqlayolmaydi. Shuning uchun davlat hamma narsadan birinchi o'rinda turishi kerak va davlatninki bo'lishi cho'qim shart bir millatninki saqlab qolinishiga, mavjudligini, erkinligini, kishilik huquqini yoki baxt saodatligini kapolat qilish uchun davlatninki keraklik bo'lgan narsa. Tarixdan buyon, ya'ni insoniyatninki shu madaniyatga tarafga mangandan beri har doim davlat bo'lib kelgan. Masalan, shaxsan Sharq Turkiston o'zining ichida biz uzun muddatsiz davlatsiz bir alet qolmagan to'q. Yaqinqi ishg'oliyat zamonine qadar doim davlatimiz bo'lgan. Davlatimiz bo'lganlik uchun bizningki xalqimiz aman eson bo'lgan, baxt saodat to'shgan va mavjudligimizni saqlayib kelib necha ming yilning yozi, ya'ni ba'zilar deydi az deganda 6000 yil, ba'zilar deydi 9000 yilning yozi Sharq Turkiston zaminida özümüzün saqlayıp qalalığımızınki asas sebebi devletimizinki her daim bir devletimiz bo'lganligi uchun. Yakın zamanlarda Sharq Turkiston
bu 200 yılların içinde Şərqi Türkistan mustamlikini çıkıp mustamlik aslında kaldı. Mustamlik aslında kalan işgaliyetke düşer bolğandan keyin biz milli sütümüz bilen asasda yo'qolishga başladık. Mesela tilimizni, milletimizin kimligini, tariximizni, örf-adetlerimizni, hatta en akalli insanlık kadar kıymetlerimizni yo'qotib qo'ydik. Nima sababdan? Devletimizningki ağır munqarz bo'lganlik sababidan. Bu yerda bir narsa eskartib qo'yganba, ba'zilar ba'zilar emas, nurg'un qatam bu 10-20 yıl içinde ne çıkarttım aldım ben şu siyasi faaliyetçilerden, liderlerden. Yani bizim vatanımız yok, biz bir vatansız millet, vatansız dertliğim sözü gelirler oldu. Bu tamamen hata bir düşünce. Biz vatansız bir millet emez. Bizim vatanımız var, o bu Şərqi Türkistan. Az degende 6000 yıldan tartip 9000 yılgacha Şərqi Türkistan'da yaşap kelayotgan bir millet biz. Vatanımız var. Bir Sigalda yoki başka vatansız milletlik bir millet emas. Bizning vatanımız var. Hazır mevcut devletimiz fakat munqarz aslida. Devletimiz mi var? Devletimiz mi tarixten buyon ba'zida qisqa muddatda devletimiz munqarz bo'lib qoldi, ama tarixten buyon biz devletsiz yaşap bakmagan bir millet. Şu yakın hikayesinde bu yakınki zamanlarda biz şu devletimiz munqarz aslida bo'lganlik uchun shunda irqiy qirg'inchilik, ishg'oliyat, zulm, hatta inson qadr qimmatlarimizni yo'qotib qo'ydik. Shuning uchun davlatchilik davlatchilikning asos nuqtasi devletning manfaatini, yani devletning mavjudligini hamma narsadan ustun tutish kerak. Chunki devlet bo'lmasa millet mi bo'lmaydi, millet bo'lmasa aile, o başka erkinlikimiz, kişilik, hayat turmuşumuz, baxt saadetlikimiz, mevcutluğumuzni mı saklayamayız. Rahmet. Devlet olmasa işimiz olmaydı degan netice bilan qo'zg'algan javob chiqdi. Endi ikkinchisi, menimcha davlatchilik milliy manfaat. Davlatchilikda milliy manfaat hammadan ustun turishi kerak. Chunki davlatning egisi bo'lgan millat, davlatning asosi. Siz bizning negizlik bo'lgan milliy manfaatlarimizni tushuntirib o'tarmisiz? Albatta. Oldi bilan bu milliy manfaat degan hukm nima? Milliy manfaatmi, ya'ni shu davlatchilikka bog'liq bir hukm. Milliy manfaat hukmida asosan bir millatningki, ya'ni bir davlatningki shu nima şu milletni yoki davlatningki baxt saodatligini, aman-esanligini ve mevcutluğunu saqlab qilish uchun tashabbus qiladigan arzu, hareketler, ameller, nişanlar desek bo'ladi. Devlet milliy manfaat bazı kısımları özgürüp turdu, bazı kısımları özgürmedi. Mesela özgürmeydiğin yeri bolsa milliy manfaatni devletninki saqlanib qilishi, devletninki amanlığı, xalqninki baxt saodatligi, milletning mevcutluğu, bu özgürmeydiğin milliy manfaatlar. Bazı özgürmeydiğin milliy manfaatlar şu zamanga bakıdı, şu şarayitda, şu devletninki, bizninki şu milletninki baxt saodatligini, aman-esanligini, mevcutluğunu saqlab qilish uchun elib borayotgan ba'zi nishonlari. O nishonlar ba'zida o'zgarib turdi, ba'zida bayon degandek o'zgarmaydigan nishonlar bo'ladi. O'zgaradiganlari shu vaqt qaraydi, sharoit qaraydi, xalqaroniki vaziyatga qaraydi. Bizningki hozirgi vaziyatimizda en birinci milliy manfaatimiz o bo'lsa davlatimizningki mustaqilligini asliga keltirish. Ya'ni munqarz bo'lgan davlatimizni, ya'ni hakimiyetimizni o'zimizning qo'limizga olish. Xitoy ishg'oliyatini oyoqlashtirish va Xitoyninki Şərqi Türkistan deb turayotgan irqiy qirg'inchilik, ishg'oliyat va mustamlikasiga oxir tamamen bir xotim berish. Shuning uchun oldi bilan qilgan narsamiz davlatimizningki mustaqilligini asliga keltirish.
Bu birinci nişanımız. Bu bizimki en ağır nişanımız olmaslık gerek. Birinci nişanımız bu. En ağır nişanımız desek, en ağır nişanımız daim kılgan nişanımız devletimizni güllendiriş. Halkımızınki baxt saadetini texmo ravajlandırış. Bizning devletimizni texmo kudretli kılış. O özgermeydiğen izchil nişanlarımızdan buluşu gerek. Ama ağır şarayette mevcutluğumuzu saklap kalish üçün, baxt-saadetligimizni eriş üçün, aman-esenligimizni qo'llab kalish üçün aldı bilan devletimizning mustaqilligini asl keltirishimiz kerak. Bu hammamizning majburiyati. Biz o kishilik huquqni, demokratiyani, diniy erkinlikni, buni vaqtincha qayirib tursak bo'ldi. Chunki davlat bo'lmay turib bizningki kishilik huquqimiz, inson haqlarimiz, demokratiyamiz yoki boshqa narsamiz hatto mavjudligimizni bo'lmaydi. Buni ko'ryapmiz. Masalan, biz hozir davlatimiz yo'q. Devletimiz munqarzası. Devletimiz yok emas, devletimiz munqarzası. Munqarzası bo'lganligi uchun biz mana bizga chiqadigan bir kuch yo'q. Bizni himoya qiladigan bir kuch yo'q. Shuning uchun qirilyapmiz, qirilishdan boshqa, sukutdan boshqa narsa qilolmayapmiz hozir. Sabr qilishdan boshqa, qo'limizdan kelgan eng oddiy narsani qilishdan boshqa bir cho'ng bir narsa qilolmayapmiz. Halkımız kırılıp gidip vardı. Günde 10 minglab halkımızın kırılıp Xitoy. Analarımız, kızlarımız, ağaçlarımız, sınırlarımız baskınçılık uçurardı. Ballarımız 1 milyon artık ballarımızı Xitoylaştırıp vardı. Ahırlar mevcutluğunu neyim kılış gerek? Mevcutluğunu saklap kılış gerek. Mevcutluk olmasa bizdeki dini erkinlikimiz bolsa demokratiyanınki bolsa ne faydası eğer mevcutluk olmasa? Şunun için devletinki mustaqilligimizni asla keltirish en birinci milli menfaatimiz. Onu qilib bo'lgandan keyin yana bir milli menfaatlarimizning ichida, hozirgi jiddiy milli menfaatlarimizning ichida biz xalqarani mushu mustaqilligimizni asla keltirish uchun xalqaraniki bizni qo'llashiga, bizga yordam qilishiga, biz bilan hamkorlik qilishiga harakat qilishimiz kerak. Bu yerda reallik o'ylashimiz kerak bu yerda. Bizga hissiyatni qilsak bo'lmaydi. Har qanday bir millat o'zining davlat va ya millat o'zining milliy manfaatini birinchi o'rinda qo'yadi. Bizga ish og'rib, inson aqllari jihatdan bizning qirilib ketishimizga ish og'rib yordam qilmaydi. Faqat milliy manfaati to'g'ri kelsa, ya'ni bir davlatniki boshqa bir, masalan bizniki nurg'un davlatniki bizning maslimizga milliy manfaat to'g'ri kelishining sababi chunki bizning eng chong dushmanimiz, ya'ni birdan bir dushmanimiz Xitoy bu davlatniki dushmani. Shuning uchun ular u dushmanga taqobil turish uchun, u dushmanga qarshi turish uchun bizga shu sababdan yordam qiladi. O insonlikdan yoki boshqa narsadan emas. Bu o'ylaymizki aslında bu iş gerek ama emniyet bunda emas. Bunu ko'ryapmiz. Chunki musulmon davlatlarini qarasak, o'zimizniki Turkiy qarindosh davlatlarimizni qarasak, hech birisi bo'lmasa ular bilan biz ham musulmon desimiz, biz musulmon, turk desimiz, bizmi turk millat. İnson desimiz, bizmi inson, ulardan bir boshqa kamchilikimiz yo'q. Faqat ularning milliy manfaatiga to'g'ri kelmaganligi uchun. Chunki ularning milliy manfaati o'zininki, davlatininki aman-esenlikni, baxt-saodatlikni va mavjudligini saqlab qolish kerak. Shuning uchun ularning milliy manfaatida ular Xitoy yandasi bir necha davlatlar, asosan ko'pincha musulmon davlatlar, Sharq Turkistondagi Xitoyninki qilayotgan irqiy qirg'inchilikqa, islomga bo'lgan qarshi urushiga sukut qilib turadi. Masalan, dunyoning har qaysi joylarida ko'ryapsiz, masalan, Yevropada bir joyda bir tal bir saran chiqib bir Qur'onni ko'ydirsa, butun islom olimi, butun islom dunyosi qo'pab namoyish qiladi, nima beradi, e'tiroz bildirdi, diplomatiya jihatdan qattiq so'zlarni ishlatib, noroziligini bildirdi. Yoki ba'zi masalalarda hamkorlikni to'xtatdi. Ammo bizning masalamizga kelgan chog'da Sharq Turkistonda Xitoy bir necha millionlagan qurollarni
İslami tek İslami köydürüp etti. 16 mingden artık mescidini köydürüp etti. Neçim hatta assalamu aleyküm deyişnimi, İslam'daki en asas salam berişnimi terörçilik nimsiga kirgizip etti. Xitoy. Bu halkara, bu Müslüman devletleri bunu bilmedi. Bildi o. Bilip durup kıladı. Çünkü ulanın milli menfaatida Xitoy ulaga yardam kıladı. Xitoydan ulaga kilayotgan nurg'un meyli siyasi jihatdan bolsun destekler var. Siyasi jihatdan onu destekler var. Ularınki nazarida ular Amerikani yoki G'arb dunyosini dushman ko'radi. Shuncha Xitoy o G'arb dunyosining eng chong dushmani bo'lgandan keyin ular bilan birlashadi. Ulaga sen meğer maqarinçim Müslüman'tı ya ki maqarinçim Türk demeydi o. Çünkü ular özünün devletini kapaletli kıladı. Özünün devletininki mevcutluğunu saklar kılış gerek. Özünün devletininki paravallıkını, amanisellikini, bahsadetlikini kılış gerek. Ulu için o birinci. Başka ne asamaz. Biz gibi muhtaç kılış gerek. Biz başka bir devletle bilen, ya ki milletle bilen, hamkarlık urununa atkağı vakti, şu Xitoyning düşmanı kim bolsa, şunun bilen en akıllısı biz hamkarlık nima qilishimiz kerak? Onu biz tartishimiz kerak. Hamkorlashishimiz kerak o devlet bilan yoki o kuch bilan. Çünkü o düşmanımız bir. Biz aciz bir millet, bizga kuchli devletlarninki, kuchli hamkorlashadigan hamkorliklarni qo'lga keltirishimiz kerak. Shaxsiy hissiy fikrlar ayrilib ketsa, devletimizni yo'qotib qolamiz. Tarixda hissiy fikrlar berib qilib, necha qatim devletimizni yo'qotdik biz. To'g'ri. Masalan, en akıllısı, en yakın kısmını desek, Şarkı Türkistan Cumhuriyet vaktida, birinci Cumhuriyet vaktida, biz Xitoylar bilan urushayotgan vaqtda, Xitoyning qarshi bir qismi atalmış Müslüman bo'lib olgan Tungallar. Biz shu urush jang qilayotgan vaqtda Ramazon oyida urushmaymiz. Deb bu Xitoylar urushmaydi, ishqilishimiz Müslüman, Ramazon oyida urushmaydi deb ular yilishildi. Biz ma'qul Ramazon oyida urushmaymiz, bu Müslüman dinimiz birga deb Ramazon oyida urushmaydi. Biz askarlarimizning bir qismini uylarga Ramazon oyini tutqanlar bilan ailem bilan kechirdi. Devletimizningki bir 10 kun qolmay Tungallar Qashqarni besib keldi. Bizningki nimamizdan foydalanib. U bir 1871-yilda Ilxon Sultan, İli Sultanlıqda, İlxon Sultan uruslar G'arbiy Turkiston shu vaqtga G'arbiy Turkiston bugun Qozog'istondagi yerda Qozoqni qirg'in qilyapti. Qirg'in qilganlik uchun nurg'un qozoqlar, 20 mingdan ortiq qozoqlar Sharq Turkistonga sig'inib chiqdi. Ilxon Sultan yana shu insonlik nuqtasidan nim qilib, qarindoshlik nuqtasidan qilib, davlatiningki manfaatini boshqa qo'ya olmay, yana shu qarindoshlarimga yordam qilaman. O bot mening nimamda. Bunu shu İli Sultanlık Rusya imperiyasi qarshi turadigan bir davlat emas. Aqlli bo'lsa, qilib o'tirdi yoki urush deganda qaytarib berish kerak edi. Xuddi ba'zi nimani qilishga. Hech nima qilmaganda qilib shiklikni tumaslik kerak edi. Ammo biz o vaqtda Ilxon Sultanning qilgan xatoligi Qozoqlarga o mening qarindishim deb urushga qarshi qabul turmi deb erkekçilik qilib devletini vayron qildi. Devlet yo'qoldi. Masalan, nurg'un devletlar aqlli bo'lish kerak. Nima uchun nurg'un devletlar bizga nima qilib sunmaydi? Masalan, Müslüman devletlar bo'lsin, Turkiy millatlar bo'lsin, chunki u yerda manfaat kelyapti Xitoydan ularga. Bir manfaat kelyapti. Ular bizga yordam qilib qolsa, ularning Isroildan ato'gin Xitoy menimki hozirgi bor devletimni quruq qolmaydi deb ashunda Isroilga yalar bor. U masala. Shuning uchun bizga milliy manfaat nuqtasidan biz oldi bilan shu bizga ko'ngil bildirgan, bizning dushmanimizni dushman deydiganlar bilan hamkorlashib qilishimiz kerak. Mayli uning dinining bo'lsin, e'tiqodining bo'lsin, irqining bo'lsin yoki siyosiy ishlar qanday bo'lsin, uni qaramay biz shu o'rtaq qilishadigan yerimizda o'rtaqlashib hamkorlashib qilishimiz kerak.
Onundan sırt biz düşmanimizni hazırlıkça bizden kalıp tunanmayatıdı. En çok hatalık şu, düşmanını tunanmaslık. Bizden düşmanımız Xitay. Meyli o Xitay Müslüman tungan Xitay bulamdı. Meyli demokratik Xitay bulamdı. Meyli Tayvan'daki Gomindan Xitay bulamdı. Şarkı Türkistan zemini, bir garip zeminini işgal kılman deydigan bolsa, mustamlik kılman deydigan bolsa, Şarkı Türkistan halkının bir fuqarasını kılçız, ziyallı kılman deydigan bolsa, o bizden düşmanımız. Onu bilişimiz gerek. Ve onda düşmanlar bilen, meyli kayıs kalpakını kiyişidir katli nazar, Müslümanlık kalpakını kiyemdi o, demokratik kalpakını kiyemdi o, insanperverlik kalpakını kiyemdi o, ola bilen hiç kandak münasibet kılışımız tamamen hata. Ola bilen münasibet kılmaslıkımız gerek. Eğer kılış gerek bolsa aldı bilen, ola Şarkı Türkistan'ınki aldı bilen müstakillikini hürmet kılış gerek. Bizning egilik hukukimizni hürmet kılış gerek. Xitayninki Şarkı Türkistan'daki epperawatkan irqiy qirg'inchilikni, işgaliyetini ve mustamlikisiga lanet okuş gerek. Şunu yazmış şekilde ilan qilgandan keyin, ondan keyin hamkorlik qilishni, qilmaslikni shu vaqtda o'tirishib deyishib olsak bo'ladi. Ani qilmay turib biz ular bilan hech qanday so'ylay so'hbat biznesi qilishimiz tamamen xato. Onu bilishimiz gerek. Biz ham bizning milliy manfaatimizda hammadan ustun tutishimiz gerek. Har qanday davlatning milliy manfaatidir bizningki birinchi. Başka devletler qanday ularning milliy manfaati birinchi bo'lsa, Sharq Turkistonning milliy manfaati biz uchun birinchi. Shuning bilan ular bilan hamkorlik to'xtatgan vaqtda ular bilan shu milliy manfaatimizga asosliq, ya'ni milliy mustaqilligimizdan voz kechmaydigan, uningga ziyon qildirmaydigan shaklda hamkorlik tuzsak bo'ladi. Ular bilan shu shaklda qilsak bo'ladi. Ammo ular kelib sen bana müstakillik nazırcı demeyi tutsan, mesela manç milyon dolar verimizse o dolarını şu bir yere kıstırıp asılan boldu. Açında alan değiş gerek. Çünkü bizimki devletimiz setildiğin bir devlet emez. Bizim milli menfaatimiz setildiğin bir milli menfaat emez. Hiç kiminin bunu setişka hakkı yok. Rahmet. Milli menfaatini Salih Xudayrobbadin ayet to'g'ri canlıqlı süsbetler verdi. Bizning negizlik milliy manfaatimiz bizning davlatimizning mustaqilligi. Bu qat'iy tandirolmaydigan bir yo'l. Hamda biz baydan beri shu davlatchilik va milliy manfaat ustida gap qildik. Har qanday nazariya amaliyotdan chiqish qilish kerak. Siz bu davlatchilik va milliy manfaat degan bu nuqtani amaliy misollar bilan davlatlarningki davlatchilik nuqtasidan qanday bir yo'l tutadi, o'zining milliy manfaatini qanday qo'llaydi deganni kadar emli olan meselelerden düşündürüp baksanız, ne çoktan kılıvatkan bütün işleriniz mi? Şunu düşündürüp baksanız, özünüz bir de bakmalısınız. Ama öyle. Mesela hammadan düşünüyoruz. Hammadan bizimki bu çeteldeki biz Şarkı Türkistanlıklar ve vatan işçilikimi mesela Türkiye'nin çoğun bilimiz. Türkiye'nin o kadar Türkiye aşıklarımız ya biz. Kırındaş milletimiz ya. Olanınki milli menfaat yo'lida nima ish qildi, nima ish qilmaganligini izohlab bersak bo'ldi. Milliy manfaat qanday? Masalan, ularniki agar samimiyatdan egizlar deb qo'ygan, voy biz qarindosh, qardoshlik agar siyosat bo'lgan bo'lsa, amaliy quruq gap emas, amaliy siyosat bo'lgan bo'lsa, qanday bo'ladi? Siyosat bo'lmaganlik uchun qanday bo'lardi shunday bir. Agar Turkiyaniki bizga voy biz qarindosh sen benim kardeşimiz, işimiz ağrıydı deyilgan bolsa, Türkiye devleti kılırgan işi en az degen. Mesela Palestin'ni qanday qo'llayapti Türkiye? Palestin bilan Türklarninki hiçbir til, madaniy, qandoshlik nimasi yo'q. Faqat diniy nuqtasi bor. Bizda ortiqchilik bor. Bizda Türkiye bilan tarix Türklarninki ana tuproq Sharq Turkiston. Hammasi bizdan keladi. Tilimiz mi asasen o'qish keladi, bir Türkiye tillarniki. Tilimiz yana shu Oğuzxonning avlodlari hamimiz. Ham dinimiz musulmon. Bu nimalarimiz bor Türklar bilan. Ammo ular biz uchun nima qilmaydi.
işim qilmaydi, ish yordam qilmaydi. Aksicha dushmanimiz bilan birlikda hamkorlashgan nurg'un suiqasdlik rezilliklari bor Turkiyaniki. Ham ko'pinchalarimiz bilamiz buni. Nima uchun Turkiya biz uchun yordam qilmaydi? Nima uchun Falastinga yordam qilib, biz uchun yordam qilmaydi? Chunki milliy manfaat masalasi bor. Türkiye'ninki o'ylaydigini agar masalan 96-yilda burun Türkiye yalg'onlik bo'lsa-mu, da nima qilib qo'ydi Sharq Turkiston masalasiga. Bizni tamoman Xitoyga setib o'tadigan ya'ni kirmagan vaqtda 97da boshlandi ya bu. Ondan burun yalg'onlik bo'lsa-mu, Türkiye shu istoshlikni bildirib nima qilib turdi. Ama 96'dan keyin masalan Türkler Xitoylar PKK'çılını Xitoyga akilib, Kurdlarni akilib nima qildi dedi. Xitoy Turkiya ko'rko'z qilish uchun. Ondan keyin 96-yilning oxirida Turkiya bizni, ya'ni Sharq Turkiston davosini rasmiy setishga boshlagan kuni ashun desak bo'ldi. 96-yilning 12-oyda. Xitoy dedi, men sen agar sen Sharq Turkistonchilikni qarshi turishga, Sharq Turkistonchilig'iga qarshi turishga hamkorlashsang, men ma'lumotlarni va'd qilaman. Masalan, bir Turkning bir professori bor, nima strategiyasi, Xitoy strategiyasi, Selçuk biznes, Selçukoğlu'da. Shuningki yozgan kitobi bor, Xitoy va Turkiyaningki strategiyalik munosabatida. Shuning asosan shu meniki da'vat qildim, shu kitobdan e'lon narsalar. 96-yilda shu anda qilgandan keyin Xitoylar Turklar deydi, men sana roket yasash texnologiyasini o'rgatib qo'yman. Men sana sening kezlimin butunligini Kurd masalasida seni qo'llayman. Sen o'xshash qilsan dedi. Shuning bilan Turkiya bizni setishga boshladi. O setish 2012-yilda texmo rezillik qildi. 2009da ilk yalg'onlik o'rinchi qirg'inchiligi degan Xitoy irqiy qirg'inchilik qilyapti deb qo'yaplar. Bir yildan keyin Xitoy 10 moddalik Xitoy bilan strategiyalik hamkorlik tuzdi. Munosabatini strategiyalik hamkorlik va do'stlikka o'zgartdi. O 10 moddaning ichida askariy jihatdan, istixborot jihatdan, texnologiya jihatdan, siyosiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan, turizm hamma narsa ishg'ollar. Uyg'urlarning Suriyaga berib qilishi. Tuyuqsizlar Uyg'ur o'lkalar bilan Suriyaga bog'ish yo'q. Hammasi u ham. To'g'ri. Chunki u yerda Turkiya bu yanniki, bundan chiqatim dedim, bu yanda Turkiyami foydaladi, Xitoymi foydaladi. Turkiya Suriyada Turkiya uchun ulab birgan odam kerak ya. O'zining askarisining qiyg'isi yo'q. Shuning uchun bizningki biz o'zimizning manfaatini o'ylamay, xalqning manfaatini o'ylab ketadigan bir millatiz ya. Shuning uchun u yoq berib ketdi. Xitoyningki, Turklarningki istixborotni o'yinlarga aldanib ham u yoqni qilamiz deb, anadagi u yerdagi bir qismini A guruhga, M guruhga setib ham hozirgi irqiy qirg'inchilikqa bahona yaratib berdi. Bu rezillik. Ondan keyinki masalan BDT'dan ba'zilar yolg'onlik so'zlab qo'ydi. Biz Sharq Turkistondagi Sharq Turkistondagi Uyg'urlardagi istoshligimizni bildiramiz. Ammo Xitoyning zamin butunligini hurmatlaymiz. Hurmatlash asosida Uyg'urlarga istoshlik qilamiz deb anda boshlaydi. Falastin qanday boshlaydi? Falastinning mustaqil davlatini qilishim kerak deydi. Nima uchun? Chunki bizning Turkiyaga bir manfaat yo'q. Hozir bevosita beradigan manfaat bo'lmaganligi uchun Xitoyga nurg'un manfaat beryapti ya. Arablarningki Turkiyaga tükayotgan nurg'un manfaatlari bor. Shuning uchun hozir Falastin Isroil urushidimi? Qarsangiz, Arab davlatlarining ko'pinchisi qilinmayapti. 20 necha Arab davlatlari bor. Agar nimkisi armiyalarni yig'ishtirib nimkisi necha million keladigan askarlar bor. Ammo yana kuchi yetmaydi, chunki bu yerda bu urush yalnız Falastin bilan İsrailning urushi emas. Aqida Amerika G'arbning, ya'ni Amerika boshliq G'arb bilan Xitoy boshliq Sharqningki hokimiyat, hukmronlik, dunyodagi xo'jayinlik talash urushining bir parchasi. Buni bilanmaydi bizning millat. Chunki siyosatni to'g'ri tushunmaganligimiz uchun
tefekkürünü oylap gittimiz. Şunun için mesela bu meselede 20 neçe Arap dövleti kırıklamadı ama ammesi Türkiye'nin kıldırıvattı. Çünkü ammesi Türkiye'ye pul verivattı. İktisadi icahatın Türkiye bilen nimisi var. Nurgun yatırımını Türkiye'ye yatkazıvattı. Şununki küçüğüdün Türkiye nim kıladı. Bomuz Türkiye'nin o Palestin'e bijnas gitişinin o aytayını yok. O mesela Palestin Osmanlı şu Araplar Osmanlı'ya hıyanet kılıp İngiliz'den asılı çıkıp kaldı ya. Onu nim kılış gerek. Şu menfaat. Biz şu üzünün menfaatini digerlik üçün. Mesela bütün Müslüman dünyası köşümü oladı. Çünkü üzünün menfaati o dinidir mi? Başka nasıdır mı muyum? Çünkü devleti sakkılış gerek. Çünkü devleti olmasa dini mi olmaydı o. Mesela bizim devletimiz olmasa, devletimiz munkarasıda, dinimizde kançılık yaşayalatımız. Çetelde kançılık vatandaşlar zaten yok. Çetelde iklimi değil. Çetelde mi kançılık yaşayalatımız. Tilimizde kançılık okuyalatımız. Ballarımız Amerikalıklaşıp gidip vardı, Amerikalık bulavutkallar, Kanadalaşıp gidip vardı, Avrupalaşıp gidip vardı. Türkiye'de Türkleşip gidip vardı, başkalaşıp gidip vardı. Çünkü devletimizin yokluğu. Mesela devlet boğalık için mesela benim yazda nimo sayılan Avrupa'daki milletvekili sayılanlarına katlaştık ya. Şöyle şunki bağlamamızda eğitimimizde Brussel nimo Belgiya'da okuduk. Belgiya'daki Antwerpen şehrinde şöyle eğitimimizde okudukta maçtı. Türkmen maçtı çiydi. Türkmen maçtı çiğsimizden çok bir azgın 10 metrlik bir bayrak var ısıklı. Onundaki hutbe okugan çağdı mı, hutbenin kim minberdi mi? Yani şu Türkmen bayrağı var. Onundaki imamniki başta dua talep başlayan vaqtda aldı bilen devletininki. Bilgelik işma o. Türkiye devletininki asan isellikini, saadetlikini ve Türk milletininki mevcutluğunu daim tutturulsun dep şunun dua kıldırdı milletini. Devletlige manda buldu. Devlet boğallık için Türkiye nerede bolsa, Türkler nerede bolsa, yani başka millet nerede bolsa aralışıp ketmeyecek, aralışıp yuklap ketmeyecek. Yani bizimki dinini mi, kimlikini mi, milli kimlikini mi, tilini mi amminasını saklap kalalıydı. Devlet boğmalık için bizde şu harap alet yaşaydı. Eğer devletini koldan ketkizip koysa. Şunun için bizimki daim devletinin birinci nişanımız devletimizi nesli keltiriş. Birinci nişanımız. Allah birin hem neslinin üstün turduğun şu. Devletimiz bolsa onun dikini kalan aklarımızı el kılalayımız, tilimizni saklayalayımız, dinimizni hakikaten ibadet kılalayımız, evlatlarımızı kelçe kaldıralayımız. Bomuzda devletimiz şu evlatlarımı atöygen bir yirip gidiyor. Zaten kürevatimizden yirip ketkenlerine. Rahmet. Sağlık Xudoy hakkında bu devletler arasındaki münasebetler arkalık bizimki kardeşimiz olan Türkiye hem kardeşimiz hem dindeşimiz hem tildeshimiz. Ninki uyanları, onunki Arap dünyasınınki ahvali ve İsrail'den boğan münasebet arkalık bu devletçiliknin qanday olduğunluğu, milli menfaatinin qanday olduğunluğu. Biz Uygurlarda fakat bir dindaş olduğumuz içinla özümüzün devlet menfaatinden üstün orun koyup durup fikir yürgüzdüğün bu işninki tası udul kelmeydiğinlik doğrusunda nayet yaxşı misallar verdi. Hem de bizning siyosatchilarimizning sapasi sifati mustaqilligimizdagi amalga oshishda nayet muhim rol o'ynaydi. Kelgusi xalqaro sahnada siyosiy sahnada rol olmoqchi bo'lgan yoshlarga siz bu davlatchilik va milliy manfaatni qanday tushunishini umid qilasiz? Oldu bilen mesela yaşlanan hammasi başta özümüzningki kimligimizni bilishimiz kerak, tariximizni o'qishimiz kerak. Biz qanday bir millat, tariximiz nima? Onu bilishimiz kerak. Özümüzni bilmasek biz kelgusimizni belgilamaymiz. Tariximizni bilmasek, tariximizdagi xatolikni qaytadan takrorlamasligimiz kerak. Nurg'un xatoliklar o'tdi, yana ba'zi xatoliklar qaytadan takrorlanib ketaveradi. Va bu xatolikning takrorlanishi, ya'ni shu millatimizningki yo'qolishiga yol açıyordu. Biz yaşlanan hammasi aldı bilen
sadaqatliligini devletimizge, yani Şarkı Türkistan'ınki mustaqilliğe berişliş gerek. Aldı bilen birinci sadaqatimiz, birinci bayat kıldığımız devletimizdeki mustaqilliği. Şu buluş gerek. Şunu için nim kılışımız gerek. Devletin boğan çağda anandaki başka narsa bulalaydı ki dep o işini asıl kılışımız gerek. Hem bizninki özümüzün şahsi menfaatimizni, partiyasimizniki yoki teşkilatımızın menfaatimizni yoki turayotgan bizga 3-4 tengi tashlab qilayotgan davlatning menfaatini qayirib qo'yishimiz kerak. Aldı bilan Sharq Turkiston menfaati. To'g'ri. Undan keyin özümüzniki menfaat, şahsi menfaatimiz bulandı, başka narsa bulandı. Ama Şarkı Türkistan'ın menfaatiga ziyan yetkizadigan her qanday söz, ibaralar, hareketlerini qat'iyan qilmasligimiz kerak. O'qishimiz kerak, o'zimiz ta'lim tarbiya olishimiz kerak. Masalan, bizningki bu 70 necha yilning yoziga 49dan beri qilinayotgan xatolikning eng cho'ngi biz hozirga qadar adam yetishtirolmadik. Adam yetiştirmedik. Mesela Tibetlikler qaraymiz, nurg'un ballarını okutup nem qilib yetishdi. Başka milletlerge mi qaraymiz? Mesela Palestinlikler bolsun, meyli başkaları bolsun, nurg'un adamlarını yetiştirip davasını tunçalı. Biz unda qilamadik. Ve bunu yana qilmayapmiz. Bire yaşlarımızdaki bu devletimizdeki kelgisiga ko'ngil bilmishi nima uchun bilamedim. Ba'zining şu bizning ata-onasi barliq bo'ladigan ish bo'lar ekan. Agar ata-onasi davlatchilikdan vatan millat sevgisi bilan cho'ng kelsa shunda yetishidi. Ata-onasining kari bo'lmasa shunda yetishidi. Zaten bugungi kuni qilib qilishimizniki shu burunqilarimizniki xatolik edi. Agar biz shunda xatolikni takrorlayversak, hozirgi bor imkoniyatlardan biz g'arb dunyosida yashayapmiz. Yaratib shu arkin dünyada yaşayotganlığı dağıtmanda. Nurg'un imkoniyatlar bor. Hozir nurg'un imkoniyat. Dinaz bugün iş işim mi? İlla üniversiteye berish şart emas. Tordunmu kitap bo'rib o'rgangili bo'ladi. O'zini siyosiy jihatdan yetakligini bo'ladi, tarixiy materialini izlab topib o'qig'ili bo'ladi, tushungili bo'ladi, bilim egilligili bo'ladi. Bundan foydalanishimiz kerak. Ama diysi biz daim hareketimizde, her qanday hareketimizde mustaqilligimizni baş tutup şu hareketni qilishimiz kerak. Daim Sharq Turkistonninki mustaqillik masalasi keltirish uchun bo'lgan irodamizni, nishonimizni, birinchi nishonimizni xalqaroga har turli vositalar bilan bildirib turishimiz kerak. Yolg'iz bir kishi bo'lsakmi, buni qilib turishimiz kerak. Bu bizningki insoniy burchimiz oldi bilan. Onun için bizning Sharq Turkistonlik burchimiz. Onun shuni qilishimiz kerak. Buni qilmasa bizningki kelgusimizdagi avlodlarimiz, agar neslimiz shu Uyg'ur peti qolsa, bizni la'natlaydi. Xuddi bizningki burunqilarimizni bizdan bor imkoniyatlar turib nima uchun biz narsa qilmagan deganda. Va buning hisobini qiyomatda Alloh beramiz. Aldı bilan shu Allah Musa bizning qilgan vaqtda aldı bilan shu uzanning millatinga uchun nima ish qildi? Biz o'zimiz uchun biznes qilolmay turib, o'zimizning qarindoshlarimiz qirilyapsa, arsimlarimiz darslarni bulayapsa, bolalarimiz yo'qlab, xitoylashtiryapsa, biz qanday holatda haqiqa boshqa bir millatniki onun qanday yordam qila olamiz? O'zimizga yordam qila olmayotgan holatda. Biz o'zimizga boshqa o'zimizga yordam qilib, o'zimizning davlatimizni tiklashimiz kerak. Nurg'un qudratli davlatlar bor, musulmon davlatlardan. Endi bizga selishganda hali qudratli davlatlar. Ularni qilmayotgan yerda bizning qanday nimamizga g'am qilamiz? Nimamizga ortiq dushman topamiz? Bizning birlam dushmanimiz bor, u bo'lsa Xitoy. Ama onu bilishimiz kerakki, dushmanimiz bilan yer tutgan, dushmanimiz bilan bizningki Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni, ishg'oliyatni, mustamlikni qo'llagan bir davlat yoki millat bizga do'st bo'la olmaydi. Ularga bizga ularni
ular bizge istaşlık kılışımız mı hata? Üzümüzdeki katliam istaşlık kıygandek lan bulumuz. Üzümüzde kırıp akallarga çabak çağırgandek bulumuz. Şunun için bunu toqtiş gerek. Biz aldı bilen üzümüzün derdini oylashimiz gerek. Mening derdim birinci. Şarkı Türkistan birinci. Men Şarkı Türkistan'a ağlat kıpıla, Şarkı Türkistan'ı güllendirip onun deyken başka yardım kılış gerek olsa şu vaqt şarait qarta yardım kılımız. Ama hazır işinimiz yok durup anı istaşlık kılıp başka bizge azırak bolsun mu? Hiç kim degende düşmanımızın tarafında bizni terörçü ettin. Bu ırkı kırgınçılık aklık demegенler tarafı turuşumuz gerek. Ulanı bizge düşman kılıp atılmaslıkımız gerek. Bunu qilishimiz gerek. Yaşlarımız şunu düşünüş gerek. Başta Şarkı Türkistan'ın milli menfaati. Hammadan üstün. Bizden şahsi menfaatimden, ailemden, turlatkan yerimden, partiyasımdan, teşkilatımdan, hammadan Şarkı Türkistan'ınki milli menfaati hammadan üstün. Yani Şarkı Türkistan devletinin aslı keltiriş birinci vazifen. Dep bunu bilishimiz gerek. Rahmat. Rahmat. Salih Xudoy efendim ayet yaxshi misollar bilan bizning milliy manfaatimizning nima bo'lganligini, davlatchilik ideyasida qanday menishimiz kerakligini tushuntirib berdi. Bularni yoshlardan nurg'un narsalarni umid kutadiganligini, o'zining nerdan kelganligini, nima ish qilmoqchi bo'lganligini yaxshi tushunish kerakligini umid qildi. Bo'lsa bu fursatlardan foydalanib g'arbdagi yoshlar o'ziningki Sharq Turkistonning qanday kelib chiqqanligi, tarixi to'liq bilsa va kelgusida Sharq Turkiston davlatimizni qo'limizga ilishimiz uchun bir kishi dasini qo'shsa degan umidini bildirdi. Hamda biz mustaqil bo'lamiz deyotganmiz, cho'qim davlatchilik va milliy manfaat huquqini to'liq tushunadigan va siyosiy siyosatlarimizni ularga tatbiqlaydigan bo'lishimiz shart. Davlat manfaati hammadan ustun turmasa, bu davlat bo'lib tura olmaydi. Agar bir davlat o'z milliy manfaatini asos qilmasa, uning mavjud bo'lib turish mexanizmi yo'qaydi. Biz xalqaro sahnada hodisadan mohiyatni tushunadigan, o'zimizning jonijon milliy manfaatimizni qadrlaydigan va shuningla birlikda davlat va milliy manfaat uchun xizmat qilganlarni qadrlay oladigan bo'lishimiz kerak. Shunda bizning mustaqilligimiz amalga oshishi mumkin. Bugun Salih Xudoy efendim ko'p rahmat. Rahmat. Hammalarning mushvaq xayrli bo'lsin. Bugungi programmamiz mushahara qilishdi. Xayr olsun.